Xushnudbek, assalomu alaykum. Bolam, yaxshimisan? Bu o'g'limiz zoti Xushnudbek. Xushnudbek nechasisan? 9 yosh. 9 yosh. Birinchi sinfsan, a? Mana biz hozir Tashmida joylashgan genodermatozlar bo'limidamiz. Videoni o'tib borishga shoshilmanglar. Biz hech kimdan pul yoki yordam so'ramaymiz. Hayotinglarni o'zgartirib yuborish mumkin bo'lgan narsalarni sizlar bilan bo'lishamiz. Xullas, Xushnudbekning kasalligini oti tug'ma bulyoz deyiladi. Xalq tilida kapalak bolalar, ya'ni kapalaga o'xshagan nozik bolalar. Ularning terisi juda ham yupqa bo'ladi va arzimagan mana shunaqa teginish, prikasaniya deydi-ku, bularga katta azob beradi. Bularga yordam berishchi deyarli imkoniyati yo'q. Bu kasallikning shifosi yo'q. Lekin shifosi yo'q deb tashab qo'yib bo'lmaydi. Bir oy agarda shunaqa kasallikka uchragan odamga yordam bermasanglar, letalniy ishlot, ya'ni o'lib qolish ham mumkin. Mana shu orqamda turgan kasalxonada Xushnudbekga o'xshagan kasallikka uchragan bolachalar juda ko'p va ular shu yerda davolanyapti, shu yerda kunini o'tkazyapti, shu yerda ancha yordam ko'rsatishyapti bularga. Bularga bo'lsa kapalak bolalar degan fond bor, shular shug'ullanishyapti. Menga hozir bularga qilinadigan dorilarini, bintlarini ko'rsatishdi. Narsalari juda ham qimmat ekan. Bunaqa bolalarning dunyoga kelishiga katta sabablardan biri ko'pincha ota-onasi bo'ladi. Qarindosh urug'i o'rtasidagi nikoh shunaqa bolalarni, invalid bolalarni, imkoniyati chegaralangan bolalarni tug'ilishiga sabab bo'ladi. Qanchadan qancha doktorlar aytmasin, qanchadan qancha blogerlar bu muammoni ko'tarmasin, foydasi bo'lmayapti. Baribir xalqimizdagi bu yomon illat to'xtayotgani yo'q. Ko'zinglarni ochinglar. Hayotda har bir daqiqasi g'animat. Atrofdagilarga yordam berishimiz kerak. Bu bo'ynimizdagi bizning qarzimiz. Agarda qo'lingizdan kelsa, shunda klik yoki paymiga kirib kapalak bolalar deb yozsangiz, bularning hisob raqamlari, bularning dandiklari chiqadi. Qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. Agarda qo'lingizdan kelmasa, biron bir do'stingizga jo'nating, yaqin tanishlarga jo'natib qo'ying. Savobga sherik bo'linglar deyman-da.